2022-yildan boshlab biz Toshkent shahar hokimiyati bilan hamkorlikda Toshkent shahrini havosini ifloslanishini birga o'rganish bo'yicha loyihani boshlaganmiz. Bunda biz o'zimiz mahalliy havoni sifatini monitoring qiladigan meteostansiyalar ishlab chiqib, Toshkent bo'yicha 10 ta hududda o'rnatganmiz. Shu har bitta meteostansiyalarimizda meteorologik kuzatuvlarni olib boradi, ya'ni havoni harorati, namligi, shamol tezligi, yo'nalishi, yog'ingarchilik miqdori va karbonat angidrid gazlari. Undan tashqari eng asosiylaridan yana biri bu PM mayda dispersiya zarrachalari 1, 2,5 va 10 mikron diametridagi zarrachalarni o'lchab boradi. Bu olingan barcha axborotlarimizni biz har yarim soatdan 1 soatgacha bo'lgan vaqt davomida butun Toshkent bo'yicha yig'ib, 2 yil davomida shu axborotlarni bitta joyga yig'ib, uni Toshkent shahar hokimiyatini raqamlashtirish bo'limi bilan axborotlarni bo'lishib kelamiz. Undan tashqari bu olingan axborotlarning to'g'riligini, ya'ni o'lchayotgan, berayotgan axborotlarimiz to'g'riligini tekshirish maqsadida biz shaharda o'rnatilgan atrof muhitni monitoring qilish laborator stansiyalarini oldiga o'rnatganmiz. Mana shunga o'xshab shu stansiyadan olgan axborotlarni bir-biriga solishtirib kelamiz 2 yil davomida. Shuning uchun 2 yil davomida biz haligacha buni keng ommaga taqdim qilmagan edik. Mana 2 yil davomida Toshkent shahar hokimiyatida bu axborotlarni yig'ib, monitoring qilib, o'rganib, oxirida biz stansiya orqali olayotgan axborotlar bilan laborator qurilma orqali berayotgan axborotlar orasida 95% gacha aniqlik bizga erishganimizdan so'ng, mana yaqinda Toshkent shahar hokimiyati er.tashkent.uz sayti orqali Toshkent shahri bo'yicha yig'ilayotgan axborotlarni jamoatchilikka taqdim qilib kelyapti. Qurilmamiz hozirda asosiy tok manbayiga ulangan. Bundan tashqari agar tok manbayida elektr toki yo'qolish, uzilishlari bo'lsa, u avtomatik tarzda yana quyoshga va akkumulyator energiyasiga o'tadi va bir necha kun davomida bu tashqi elektrsiz faoliyat ko'rsata oladi. Rivojlangan davlatlarda atrof muhitni monitoring qilish uchun asosan bitta laborator qurilmaga, stansiyaga bizni orqamizda turgandek fonoviy meteostansiyalardan juda katta miqdorda qo'yiladi. Bu narsa shahar salomatligini aniqlash uchun, juda katta aniqlikda aniqlash uchun imkonini beradi. Fonoviy meteostansiyalarni mahalliylashtirish juda zarur. Shuni biz birinchi bo'lib shuni qildik. Chunki fonoviy meteostansiyalarning soni juda ko'p bo'ladi laborator stansiyaga nisbatan. Shuning uchun soni ko'p bo'lgancha ular bir xillarda baribir texnika buzilib qolishi bor yoki masalan ularga servis xizmat ko'rsatish bor. Bizning hududlarimiz ayniqsa bilamiz changli hududlar. Shuning uchun uni o'lchov qurilmalariga chang yig'ilib qoladi. Shunaqa bo'lgani uchun mahalliy yechim o'rni juda katta bo'ladi. Meteostansiyalardan kelayotgan axborotlarni biz o'zimiz doimiy monitoring qilib boramiz. Agar qandaydir muammo kelib chiqadigan bo'lsa, bizda u tayyor o'zimizda haligi monitoring markazimizda ko'rinadi. Ya'ni u bo'lishi mumkin uzoq vaqt elektr o'chini hisobiga, masalan, akkumulyator ham o'chirib qo'ygan bo'lishi mumkin, aloqa yo'qolgan bo'lishi mumkin, qaysidir datchiklar buzilgan bo'lishi mumkin. Keyin ayniqsa qum bo'ron paytlaridan keyin masalan quyosh panellarini artib tozalab ketish kerak, ichidagi changlarni tozalash kerak. Shu narsani biz doimo qilib boramiz. Agar masalan xorijga kelib bo'lsa, bu juda ham qiyin bo'lardi. Chunki har bitta tozalashga xorijdan odam chaqirish bu noreal narsa bilan. Shu qurilmalarni o'zimizda ishlab chiqarib, qancha ko'paytirsak, birinchi navbatda bu narx tushishiga olib keladi. Ikkinchidan mana 2 yil davomida ko'rdik, mana xorijiy stansiyalar bilan biz o'zimizda mahalliy ishlab chiqarilgan stansiyalarning aniqligi deyarli bir xil, 95% gacha aniqligi. Bunaqa biz ishlatiladigan neflometrlarda muammosi shundaki, namlik masalan katta bo'lgan paytda, namlik katta bo'lganda mayda suv zarrachalarini ham bu chang o'rnida hisoblab ketadi. Yolg'on changi ko'tarilganidan dalolat beradi. Shuning uchun bunga xulosa qilish shoshilish kerak emas. Buning uchun maxsus laborator stansiyalardan axborot olishga harakat qilish kerak. Chunki laborator stansiyalarda oldin havoni quritib, undan o'sha namlikni ajratib turib, keyin chang o'lchanadi.